Ma'lumki, viloyatning Chortoq tumani o'zining go'zal tabiat manzarasi, toza havosi, so'lim go'shalari bilan nafaqat yurtimizda, balki qo'shni mamlakatlarda ham mashhur. Bu yerdagi sihatgohga dam olish va davolanish maqsadida turli joylardan kelayotgan odamlar sifatli muolajalar va shifokorlarning shirin shevasidan mamnun. Davlatimiz rahbari tumanda barpo etilayotgan Chortoq Resort sanatoriya sog'lomlashtirish markaziga tashrif buyurdi. Xalqimizda oldingdan oqqan suvning qadri yo'q degan ibora bor. Biroq bugun bu borada odamlarimizning fikri, dunyoqarashi o'zgarmoqda. Ular har bir qarich yer, har tomchi suvning qadriga yetib, ulardan oqilona foydalanishni o'rganmoqda. Mamlakatimiz rahbariga sanatoriya faoliyati bilan tanishuvi avvalida Chortoq Mineral Water korxonasi faoliyati va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar haqida ma'lumot berildi. 2016-yilda tashkil etilgan ushbu korxonada tarkibida 20 dan ortiq mikroelement, jumladan inson organizmi uchun muhim hisoblangan yod moddasi bo'lgan shifobaxsh mineral suv shisha idishlarga quyiladi. Ayni paytda korxonada yiliga o'rtacha 1,5 million dona mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Prezidentimiz korxonada yiliga 20-30 million dona mahsulot tayyorlanishiga erishish, bunday shifobaxsh suvni yurtimizdagi bog'chalar, yozgi oromgohlar, shifoxonalar, ijtimoiy dorixonalar, supermarketlarga yetkazib berish zarurligini alohida ta'kidladi. Qoraqalpog'iston, Xorazm va Navoiyda mazkur korxona filiallarini tashkil etish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Yaqingacha qarovsiz yotgan adirlikda qad rostlayotgan Chortoq Resort sanatoriya sog'lomlashtirish markazining maydoni 15 gektarni tashkil etadi. Uning qurilishi uchun mahalliy tadbirkor va xorijiy investorlar 25 million dollar sarmoya ajratgan. Viloyatda tibbiyot turizmi hamda ekoturizmni rivojlantirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochadigan sanatoriyaning yod, brom, radon va boshqa minerallarga boy shifobaxsh suvi tayanch harakat a'zolari, yurak-qon tomir va asab tizimlari, endokrinologik va teri kasalliklarini davolashda yaxshi samara beradi. Oromgoh 230 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bunda 250 kishi ish bilan ta'minlanadi. Markazga malakali shifokorlarni jalb etish, shartnoma asosida germaniyalik mutaxassislar ishtirokida tibbiy ko'riklar uyushtirish rejalashtirilgan. Hozirda muassasaning davolash va yotoqxona binolari, oilaviy dam olish uchun alohida kottejlar, standart va lyuks xonalarga ega bo'lgan mehmonxona qurilishi tugallangan. Ularda yaratiladigan zamonaviy shart-sharoitlar har qanday ta'bi nozik kishining ham talab va ehtiyojiga mos keladi. Hovli va yo'laklarni yoritish uchun quyosh panellari o'rnatilgan. Majmuada ipoterapiya davolash usulining yo'lga qo'yilishi inson tayanch harakat a'zolari va kichik tos kasalliklarini davolash imkonini beradi. Shu maqsadda muassasada otxona, ochiq va yopiq manejlar qurilmoqda. Prezidentimiz ushbu sog'lomlashtirish markazida yaratilgan sharoitlar bilan tanishar ekan. Chortoqda yana ko'plab sanatoriyalar tashkil etish, ularni arzon, o'rta va qimmat tarzda tasniflash orqali aholining barcha qatlamlarini qamrab olish, raqobatni ta'minlash hisobidan xizmat narxini tushirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Oldin chiroyli qilib Chortoqda proyekt qilingan. Butun 1 gektar bo'sh joyi ham qolmash kerak. Karlovarga nima uchun boradi? Suv ichadi, cho'miladi. To'g'ri, iqtisodiyotni rivojlantiramiz, lekin iqtisodiyotni rivojlantirish sog'lom zurriyot kerak. Yoshlarni bilimga o'rgatyapmiz. Faqat bilim emas, u yosh sog'lom bo'lish kerak. Bizning mintaqamizda yod tansiq. Shu jihatdan Chortoqning yodga boy suvi xalqimiz uchun juda foydali, lekin bu joyni ko'pchilik bilmaydi. Ba'zilar yo'l uzoqligidan qiynaladi. Shuning uchun mamlakatimizning hamma joyidan dam oluvchilarni bu yerga jalb etish kerak. Xalqimiz, ayniqsa bolajonlarimizning salomatligi biz uchun muhim, dedi davlatimiz rahbari.
Ushbu hududda 47-50 neft qidiruv ishlari olib borilganda 1500-2000 metr chuqurlikdan otilib chiqqan issiq termal 50 darajadagi yuqori minerallashgan, ya'ni 50-64 gram litrdagi yod, brom va boshqa minerallarga boy, azot bilan boyitilgan va o'zida tabiiy radonga ega bo'lgan suv mavjud. Davlatimiz rahbari O'zbekiston yod tanqisligi bo'yicha endemik hudud hisoblanishini inobatga olib, ko'proq xalqimizga bu o'zimizni tabiiy madanli suvlarimiz ta'sir qilishiga imkoniyat yaratish to'g'risida aniq belgilangan muddatli topshiriqlar berdilar. Shu yerda Chortoqni ekologik shaharga aylantirish, Jahon banki bilan hamkorlikda o'rta shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish loyihasi doirasida Chortoq shahri markazini qayta qurish, Namangan aeroportini kengaytirish hamda shaharlararo avtobuslar qatnovini tartibga solish, har bir oila tadbirkor dasturi asosida aholi bandligini ta'minlash kabi loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Prezidentimiz taqdim etilgan rejalarni ma'qullab, ularni takomillashtirish va tizimli amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Viloyatning tog'li tumanlarida olma, olxo'ri kabi hudud iqlimiga mos mevalar yetishtirish, ularni qayta ishlash, oilalarda asalarichilik, parrandachilikni yo'lga qo'yish, shular orqali aholi uchun qo'shimcha ish o'rinlari va daromad manbai yaratish zarurligini ta'kidladi.